Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz, ma'ruza mashg'ulotimiz sirtlarning yoyilmalarini yasash usullariga bag'ishlanadi va shu yoyilmalar asosida modelini yasashga bag'ishlangan mavzuyimiz o'rin olgan. Demak, sirt yoyilmasini bajarish uchun egilish deformatsiyasidan foydalanib, o'sha sirtni tekislikka aylantira olishimiz kerak bo'ladi. Egilish deformatsiyasi yordamida tekislikka aylantirish mumkin bo'lgan sirtlar yoyiluvchi sirtlar deb ataladi. Yoyiluvchi sirtlar yoyilmasidan tekisligida qandaydir shakl hosil bo'ladi. Masalan, silindrni yoyilmasini bajarsak, ikkita parallel to'g'ri chiziq orasida joylashadi. Masalan, mana shuni silindr sirti deb qabul qilsak, shuni tekislikka aylantirsak, egilish deformatsiyasi yordamida tekislikka aylantirdik. O'zi silindr sirti edi. Tekislikka aylantirdik. Natijada bu silindr sirtining yoyilmasi ikkita parallel chiziq orasida joylashib qolyapti. Demak, mana shu yuza sirtning yoyilmasi bo'ladi. Konusniki ikkita kesishuv chiziq orasida joylashgan bo'ladi. Mana ularga mana hozir biz aytib o'tgan silindrning frontal gorizontal proyeksiyalari uning yoyilmasi. Yoki konus sirtini oladigan bo'lsak, konus sirtining ortogonal proyeksiyalari va uning yoyilmasini kuzatsak, mana bu ikkita kesishuv chiziq orasida konusning yoyilmasi hosil bo'lyapti. Demak, test savollarida silindrning yoyilmasi qanday shaklda bo'ladi desa, uni ko'z oldingizga keltirishingiz yoki konusni qanday shaklda bo'ladi desa, qanaqa shaklga o'xshaydi mana shu? Maktab geometriyasi o'qigansiz, qanday shaklga o'xshaydi? Sektor degan narsani bilmaysizlarmi? Yaxshi, maktabda juda zo'r o'qigan ekansizlar matematika geometriyada. Demak, konusning yoyilmasi sektor shaklida bo'ladi. Yoyilmasi o'zi mana ortogonal proyeksiyasi. Xo'p, endi yoyilmani ta'rifini yozib qo'yamiz. Demak, yoyilmani mazmuni yoki ta'rifi sirtning biror bo'lagini cho'zilmasdan, yirtilmasdan, tekislikka yoyilishidan hosil bo'lgan tekis shakl uning yoyilmasi deyiladi. Ekranda ko'rinyaptimi? Uzoqdagilar ko'rmayotganlar bo'lsa, diktofga qilib turaman. Sirtning biror bo'lagining cho'zilmasdan, yirtilmasdan, tekislikka yoyilishidan hosil bo'lgan tekis shakl uning yoyilmasi deyiladi. Nimaning? Sirtning yoyilmasi deyiladi. Demak, biz sirtni yoyilmasini bajarayotganimizda, u sirtni biz egilish deformatsiyasi yordamida yoyishimiz kerak, uni cho'zmasligimiz kerak. Cho'zsak, o'zini o'lchamidan kattalashib ketadi yoyilmasi. Buklash yoki boshqa bir harakatlarni qilishimiz mumkin emas. Ya'ni aslidan yoyilma katta yoki kichik bo'lib qolishi kerak emas. Ana shuni hisobga olib, mana bu terminlar ishlatilyapti. Yozib bo'ldinglar-a? Endi yoyiladigan sirtlar qanaqa sirtlar? Yoyiladigan sirtlar yasovchilari, eng yaqin qo'shni yasovchilari bir-biriga parallel yoki xos nuqtada kesishuvchi bo'lish kerak. Masalan, silindr sirtini oladigan bo'lsak, hamma yasovchilari bir-biriga parallel. Eng yaqin yasovchilari, eng qo'shni yasovchilar. Yoki konus sirtini oladigan bo'lsak, bularning yasovchilari xos nuqtada, ya'ni konus uchida kesishadi. Demak, bular yoyiluvchi sirtlar. Demak, buni eslab qolasiz. Yoyiluvchi sirtlarning yasovchilari, eng yaqin qo'shni yasovchilari o'zaro parallel bo'lishi kerak yoki xos nuqtada kesishuvchi bo'lishi kerak va qaytish qirrali sirt tors sirti deb yuritiladi. Tors sirti ham yoyiluvchi sirtlarga kiradi. Endi tors sirti nima degan savol bo'lsa,
to'rt sirti fazoviy egri chiziqqa, masalan, vin chizig'i bor, vin chiziqqa to'g'ri chiziqni uzluksiz urinib borishi natijasida o'sha to'g'ri chiziq yasovchi vazifasini bajaryapti. Ana egri chiziq yo'naltiruvchi vazifasini bajaryapti. Akasi, ukasi tushuntirganman. Demak, ana shu fazoviy egri chiziqqa uzluksiz urinib boruvchi to'g'ri chiziqning harakati natijasida qoldirgan trayektoriyasi demak bizga qayta chiqariladi to'rt sirtini beradi. U ham yoyiluvchi sirt bo'ladi. Chunki ani yasovchi ikkita qo'shni yasovchi nimadagi fazoviy egri chiziqdagi yo'naltiruvchi egri chiziqda uchrashadi. Shuni evaziga ular biz aytayotgan talabga javob beradi. Bular yoyiluvchi sirtlar, yoyilmovchi sirtlarga namunalar. Endi bular o'z ahamiyati qanday? Mana sovg'a qilish uchun korobkachalar bo'ladi yoki shirinliklarni sotuvida turli chiroyli odamlar jalb qiluvchi rangli korobkachalar, boshqalar bo'ladi, suvenir narsalar. Demak, shular ham avval yoyilmasi qilinadi, keyin o'sha korobka o'sha yig'iladi. Yoki oddiy bozorga tushsangiz, bir meva chep oldingiz, korobka olmoqchisiz. Korobka sotadigan joyga borsangiz, taxlab qo'ygan bo'ladi. Sizga keyin unda yig'ib beradi, korobka qilib beradi haligini. Demak, u oldin yoyilgan holatdagisini sizga maket holatga aylantirib beradi. Bir qatorlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu ko'p yog'lilardan biri. Sizlar bilan yo bu dadakaydir emas, dadakaydirda muntazam 5 burchak bo'ladi. Bunda muntazam 6 burchak ekanmi? Xabari ko'p yog'lilardan. Bu botiq ko'p yog'lilardan. Mana bu sizlar bilan biz o'rgangan 5 ta Platon jismi. Mana bu yashil fondagi shakllar ana shu ko'p yog'lilarning yoyilmalarini hosil qilinishi. Demak, mana shu yoyilma asosida yasasangiz, mana bu maketni o'zi yoki o'sha ko'p yog' Platon jismini o'zi hosil bo'ladi. Siz va o'sha asosida ko'rgazmali qurol tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Mana bu ham bitta ko'p yog'likni yoyilmasi. Endi bu amaliy ahamiyatiga taalluqli materiallar edi. Endi mavzuyimiz nima edi? Sirtlarning yoyilmalarini yasash usullari. Endi usullariga keldik. Qanaqa usullari bor degan savolga javob. Buni yozib olamiz. Usullari, birinchisi uchburchaklar usuli. Birinchisi uchburchaklar usuli. Ikkinchisi dumalatish usuli. Uchinchisi normal kesim usuli. Normal kesim usuli. Yozib oldinglar, ha? Demak, bu usullar qanaqa usullar va qaysi sirtlarni qaysi usulda yoyilmasini bajarish maqsadga muvofiq degan savol turibdi. Deb o'shalar bilan tanishib chiqamiz. Masalan, uchburchaklar usuliga misol ko'radigan bo'lsak, mana og'ma konus. Og'ma konusni mana ortogonal proyeksiyasi, mana bu yoyilmasi. Demak, bu yerda og'ma konus aproksimatsiya qilinib boshqa bir sirtga aylantirilyapti. Ya'ni og'ma piramidaga aylantirilib, keyin yoyilmasi bajarilyapti. Nima degani uchburchaklar usuli? Mohiyati nima? Demak, aproksimatsiya o'zi nima? Kimdir biladimi? Aproksimatsiya nima? Burchakaga yozib olsanglar ham bo'lar ekan. Bir sirtni ikkinchi sirtga aylantirish aproksimatsiya deyiladi. Bir sirtni ikkinchi sirtga aylantirish aproksimatsiya deyiladi. Yana bir narsani bir qayd qilib o'ting. Endi yoyilmani sizlar bilan ko'p yoyilmalar yoyilmasini ko'rganmiz, o'shanda ham aytganmiz. Lekin boshqa sirtlar yoyilmasi bo'yicha gaplashmaganmiz sizlar bilan. Sirtni yoyilmasini bajarish uchun doim o'sha sirtning barcha elementlarini haqiqatdaligi kerak. Qaysi sirt? Konus bo'ladimi, silindr bo'ladimi, piramida bo'ladimi, prizma bo'ladimi? Nimani yoyilmasini bajarmoqchi bo'lsangiz ham, uning har bir elementini haqiqatdaligi kerak. Qirrasi bo'lsa, qirrasining haqiqiy uzunligi kerak. Asosi bo'lsa, asosining haqiqatdaligi kerak. Boshqa bir yana elementlar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham
haqiqiy kattalik kerak. Haqiqiy kattaligini topib bo'lgandan keyin yoyilma bajarasiz. Endi uchburchaklar usulining mohiyati nima? Uchburchaklar usuli deyilyapti. Mohiyati nimadan iborat? Demak, qoidamizga binoan hozir mana bu konusimizni asosini muntazam 8 burchakka bo'ldik. 8 ga bo'ldik. Va konus uchi bilan o'sha asosdagi nuqtalarni tutashtirsak, oqma piramida hosil bo'ladi. Ana piramidani qirralari biz sun'iy tarzda hosil qilgan, aproksimatsiya qilib hosil qilgan qirralarimiz o'sha konusning nimalari? Yasovchilari. Ya'ni bitta to'g'ri doira konusi oqma bo'lsa, bari o'sha yasovchilar. Xo'p. Ana shu qirralarning har birini haqiqatdaligi aylantirish usulida mana topilyapti. Asos haqiqatdalikda, chunki hashda yotibdi. Qirralarning haqiqiy usuli topildi. Endi yoyilma bajarishimiz mumkin. Nima qilinyapti? Chizma qog'ozining bo'sh joyida S nuqta tanlanyapti. Ixtiyoriy chiziq chizilyapti. Va S8 qirrani haqiqiy uzunlik manbetdan olinib, o'sha o'lchab qo'yilyapti bunga. Keyin 8 dan 1 gacha bo'lgan vatar olinib, 8 dan turib yoy chizilsa, endi bizga 1 S ni haqiqiy uzunligi bu yoqda bor. Olib, 1 S ni S dan turib yoy chizsak, 8 dan turgan chizgan yoyimiz bilan u yoy kesishib bir nuqtani beradi. Undan keyin 1 dan 2 gacha, keyin 1 dan 2 gacha yoy chizamiz. Endi 2 S kerak. 2 S ni olamiz. Shu tartibda ketma-ket qolgan qirralarni ham aniqlasak, piramidani qirralarini yoki konusni yasovchilarning uzunliklari bo'yicha yoyilmasini shu tartibda hosil qilamiz. Oxirgi nuqtalarini legalida tutashtirsak, biz mana bu konus asosi aylanani yoyilmadagi ko'rinishiga ega bo'lamiz. Keyin xohlagan bir nuqtasida o'sha yasovchiga yoki piramida qirrasiga hosil bo'lgan, masalan, 5-nuqtasida mana shu egri chiziqqa urinma qilib, unga perpendikulyar chizib, radiusni qo'yib, markazni aniqlab, aylana chizib qo'ysak, asosini hosil qilgan bo'lamiz. Endi maketini klaylasak, egib, deformatsiyalab eksak, og'ma konusning maketi paydo bo'ladi. Ana endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, uchburchaklar bo'lyaptimi? Mana bitta uchburchak. Bitta vatar edi. Endi bitta egri chiziq sifatida qoldiryapmiz konus bo'lganligi uchun. Mana yana bitta uchburchak, yana bitta uchburchak. Demak, uchburchaklar usuli degani mohiyati mana shundan iborat. Xo'p, yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bu usulda qaysi qirralarni, qirrali sirtlarni, konusni, torsni yoyilmasini bajarish mumkin bu usulda. Uchburchaklar usulida konusni, piramidani, torsni, ya'ni qaytish qirrali sir deyiladi yoki tors deyiladi. Shularni yoyilmasini bajarish mumkin. Yozib oldinglarmi? Mana tors sirtini ortogonal proyeksiyasi. Tors sirti. Mana hozir konusimiz. Ikkinchi usul dumalatish usuli. Xuddiki tasavvur qiling. Mana og'ma silindr, yoyilmasini bajarish talab qilinyapti. Kuzatsak, uni yasovchilarini haqiqiy uzunlikda emas, ortogonal proyeksiyada almashtirish usulida yasovchilar haqiqiy uzunlikda aniqlanyapti. Ya'ni yasovchilariga parallel qilib V1 tekisli o'tkazilib, yangi proyeksiyasi hosil qilib, o'sha yasovchilarini o'rni aniqlanyapti. Tasavvur qiling, xuddi shunday kraskaga bo'yadingiz. Sariq rangga bo'yadingizda, o'sha silindrni, endi og'ma silindr, endi meni qo'limda hozir to'g'ri doirali silindrga o'xshash bo'lyapti. Og'ma silindrni biror tekislikka qo'ydingiz. Bitta yasovchi urinib turadimi shu joyda? Urinib turadi. Bitta qanday tekisda turibdi? Xohlasizmi doska tekisligi? Keyin shu yerdan dumalatsangiz, sekin ana rangi o'sha tekislikka yuqadimi? Ana tegib turgan joy yana bir marta qaytib tegadimi? To'liq bir marta aylangandan keyin, dumalagandan keyin. Va o'sha qoldirgan trayektoriyasi o'sha rang, o'sha sirtning yoyilmasi bo'lib qog'ozda tekis yuzida qoladi. Buni ham o'ziga yarasha geometrik yasashlar asosida
amalga oshiriladi. Buni amaliyot darslarimizda birga ko'rib chiqamiz. Va uchinchi usulimiz qaysi edi? Uchinchi usulimiz normal kesim usuli. Demak, normal kesim usulida silindrik sirtlarni, prizmatik sirtlarni yoyilmasini bajarish mumkin bo'ladi. Bu yerda og'ma konus silindrni yoyilmasi bajarilyapti. Normal kesim deb nimaga aytardik? Kim biladi? Sirtning normal kesimi nima? Me'yori. O'zbekcha tarjimasi me'yori. Tuzi normal ekan desa, ovqatni tuzi me'yori deganda. Yo'q. Bizning fanda unaqa emas. Xo'p, sirtning, masalan, og'ma silindr bo'ladigan bo'lsa, sirtning yasovchilariga perpendikulyar tekislik bilan kessak, kesim yuzasi, hosil bo'lgan kesim yuzasi sirtning normal kesimi deyiladi. Bir chekka yozib qo'yilashmi? Sirtning bu endi asosan og'ma silindr, og'ma prizmalarga taalluqli narsa gapiryapmiz. Og'ma prizmada nima qirralarining deyiladi. Qirralar og'ma prizmaning qirralariga deb ketsak, endi normal kesim bo'ladi. Og'ma silindrda yasovchilariga deb ketamiz. Sirtning yasovchilariga perpendikulyar tekislik bilan kesish natijasida sirtning yasovchilariga perpendikulyar tekislik bilan kesish natijasida hosil bo'lgan kesim yuzasi sirtning normal kesimi deyiladi. Normal kesimi deyiladi. Bo'ldilar? Xo'p, mana bu yerda ham sirtning og'ma silindrning yasovchilariga perpendikulyar tekislik bilan kesgan normal kesim yuzasini proyeksiyasi endi bizda talabimiz bo'yicha nima bo'lishi kerak? Uni haqiqatdaligi kerak. Aylantirish usulida uni haqiqatdaligi topildi. Topilgandan keyin mana bu yerda A, B, C, D degan nuqtalarning orasidagi kesmalar, sirkulda o'lchab olsangiz, kesma bo'ladi endi u. O'zi asli nima? Egri chiziq. Ixtiyoriy to'g'ri chiziq chizib, bir chekkada A0 ni tanlasangiz, mana A'dan xo'p, L gacha qancha bo'lsa qo'yasiz, keyin L dan K gacha bo'lsa, ketma-ket qo'yasiz, oxiri o'lchab, oxiri yana A ga kelasiz. Ana shulardan vertikal chiziqlar chizib, mana bu yerda o'sha yasovchilarni tegishlicha o'lchab olib, uzunligini pastga o'lchab qo'ysangiz, o'lchab qo'yilganda hosil bo'lgan nuqtani tutashtirsangiz, mana bu asosidagi aylanani yoyilmadagi ko'rinishga ega bo'lasiz. Asosli o'zi mana. Mana bu nima? Bu normal kesimmi? O'zi, ya'ni berilgan shaklga teng shakl yasash qoidasi bo'yicha, ya'ni berilgan ko'pburchakka teng ko'pburchak yasash degan narsa bor. Xuddi shu yerda tekis shaklga tatbiq qilsa bo'ladi. Ana shu bo'yicha uni mana bu kattalikka teng kattalikda yasab olamiz va maketiga ega bo'lamiz. Lekin deformatsiyalasak, kilaylasak, yelimlasak, uni maketi hosil bo'ladi. Bu yerda ham og'ma silindr aproksimatsiya qilinyapti. Asosi muntazam 8 burchakka yoki 12 burchakka yoki xohlagancha ko'p burchakka bo'lib, ana shu aproksimatsiya qilish natijasida silindr prizmaga aylantirilib, yoyilmasi bajariladi. Demak, aproksimatsiya ham qilinadi, normal kesim ham tatbiq qilinadi. Bu uchinchi usulimiz. Demak, bu usulda silindr sirtlarni, prizmatik qirrali sirtlarni yoyilmasini bajarishimiz mumkin bo'ladi. Bular usullari haqidagi ma'lumot edi. Endi sfera, ellipsoid, boshqa aylanish sirtlarni yoyilmasi taqribiy bajariladi. Ya'ni bularda aniqlik darajasi konus silindrlarda kabi bo'lmaydi. Taqribiy holatda bajariladi. Mana bu yerda sfera sirtini
bir bo'lagini, segmentini yoyilmasini bajarish ko'rsatilgan. Buni keyingi amaliy mashg'ulotlarda birga ko'rib chiqamiz. Endi yozib qo'yasiz. Sirt yoyilmasi, sirt va uning yoyilmasida, sirt va uning yoyilmasida, sirt va uning yoyilmasida sirt va uning yoyilmasida bir qiymatli moslik o'rnatilishi shart. Bir qiymatli moslik o'rnatilishi shart. Endi nima degani bu? Mana bu sirt. Mana bu sirt, bu egri sirt. Silindrik sirt. Mana buni yoyilmasi. Sirtdagi nuqtaga yoyilmada ham bitta nuqta to'g'ri kelish kerak. Sirtdagi to'g'ri chiziqqa yoyilmada ham bitta to'g'ri chiziq to'g'ri kelish kerak. Ya'ni bir qiymatli moslik o'rnatilgan bo'lishi kerak. Sirtdagi yopiq egri chiziqqa yoyilmada ham yopiq egri chiziq to'g'ri kelish kerak. Bir qiymatli moslik mohiyatini tushundinglar, hozir sirt bilan uning yoyilmasi o'rtasida. Endi undan nima xulosalar kelib chiqadi? Undan quyidagi xulosalar kelib chiqadi. Demak, birinchi o'sha xulosalardan qabul qilingan xossa sirt va uning yoyilmasiga tegishli mos yoylarning uzunliklari o'zaro teng bo'ladi. Tarjima qilamiz. Mana bu sirtdagi, mana bu L egri chiziqni oladigan bo'lsak, uni uzunligiga yoyilmadagi L0 egri chiziq uzunligi mos va teng bo'lishi shart. Endi bundan natija nima? Bundan natija sirt va uning yoyilmasiga tegishli yopiq egri chiziqlar bir xil yuzaga ega bo'ladi. Mana bu yerda qancha kvadrat metr yoki santimetr kvadrat yoki kilometr kvadrat, qanaqa territoriya kattalik kichikligiga qarab bo'lsa, qancha yuza bo'lsa, bu yerda ham yoyilmadan xuddi o'shancha yuza bo'lishi shart degan natija kelib chiqyapti. Ya'ni hali men sizlarga aytdim, cho'zmasdan, buklamasdan, yirtmasdan dedim. Agar u hodisalar bo'lsa, bu yoyilma to'g'ri bajarilgan yoyilma bo'lmay qoladi. Ya'ni o'zidan katta yoki kichik holatga kelib qoladi. Ana shularni oldini olish uchun bir qiymatli moslikka amal qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi xossa sirtga tegishli ikki chiziq orasidagi burchak yoyilmaga tegishli mos chiziqlar orasidagi burchakka teng. Ya'ni mana bu yerda mana to'g'ri chiziq bilan mana bu to'g'ri chiziq orasidagi fi burchak qancha bo'lsa, sirtning o'zida yoyilmadagi holatida ham o'sha burchak o'z kattaligini saqlab qolishi kerak. Bu ham o'ziga xos xossa. Endi mana shu yerda meni bitta fikrim bor. Bu kitobda yozilmagan, uni asoslab ko'rsatib bersam sal noqulaylik keltirib chiqaradi. Masalan, uchburchakning ichki burchak yig'indisi necha edi? Uchburchakning ichki burchak yig'indisi necha gradus? 3 ta burchakni bir-biriga qo'shsang necha chiqadi? 180. Namcha hayajonlanib gapira olmaysizlar. Xo'p, endi yer sharida mana bu yerda Moskva desak, mana bu yerda Braziliya desak, mana bu yerda Avstraliya desak, bu ham uchburchak, to'g'rimi? Yer sharidan da chizsak. Hozir ichki burchaklar yig'indisi necha chiqadi? 180 dan katta chiqadi. Hozir. Bundoq, hozir bu yerda qabariq holatda. Ya'ni mana shunaqa yuanslar bor, fikrlar bor. Lekin darslikda mana shu qoida keltirilgan, o'sha darslikka amal qilgan holatda bu bizning fikrimiz xolos. Bunisi. Xo'p. Keyingi xossa, uchinchi xossa. Sirtga tegishli to'g'ri chiziqqa yoyilmada ham to'g'ri chiziq mos keladi. Ya'ni sirtga tegishli to'g'ri chiziqqa yoyilmada ham to'g'ri chiziq mos keladi. Tushunyapsiz gapni? Ammo yoyilmaga tegishli to'g'ri chiziqqa sirtning biror to'g'ri chizig'i har doim ham mos kelavermaydi. E'tibor bersangiz, sirtda u egri chiziq.
Aynan shu B'si yoyilmada nima bo'lyapti? To'g'ri chiziq. Yoki mana bu yerda to'g'ri chiziqqa to'g'ri chiziq to'g'ri kelyapti. Bu yerda sirtdagi egri chiziqqa yoyilmada to'g'ri chiziq to'g'ri kelib qolyapti. Bunaqa ham holat bo'lishi mumkin. Bu bitta xossalardan biri. 4-xossa. Sirtga tegishli o'zaro parallel to'g'ri chiziqlarga agar mana bu sirtda ikkita parallel to'g'ri chiziq bo'lsa, yoyilmada ham ikkita parallel to'g'ri chiziq mos kelishi kerak. Bu ham bitta xossasi. Demak, 4-xossa. Endi ana shu 3-xossadan 3-xossada nima dedik? Yoyilmadagi to'g'ri chiziqqa sirtda to'g'ri chiziq mos kelavermaydi dedik. Ana shundan sirtning geodezik chizig'ini hosil qilamiz. Ya'ni 5-xossada. Agar sirtga tegishli egri chiziqqa yoyilmada to'g'ri chiziq mos kelsa, mana ushbu chiziq, mana bu chiziq sirtning geodezik chizig'i deyiladi. Bu demak geodezik chiziq, bu nima o'zi geodezik chiziq? Geodezik chiziq ana shu sirtdagi B va C nuqtalarini tutashtiruvchi eng qisqa masofa. Agar u egri chiziq sirtda to'g'ri chiziq bo'lib qolsa, masalan sizlar vin chizig'i degan narsani o'tgansizlar. Agar mana shu silindr sirtini oladigan bo'lsak, sirt ustida biror nuqtani, A nuqtani aylanma ilgarilanma harakati natijasida hosil bo'lgan chiziqni vin chizig'i deyiladi. Mana shu vin chiziqni yoyilmada silindrning yoyilmasini qilsangiz, mana shu silindrning yoyilmasi hali sizlar bilan kelishdik. Nima bo'ladi dedik? Ikkita parallel chiziq orasida joylashadi dedik. Mana bu qizil chiziq vin chiziq yoyilmada to'g'ri chiziq bo'lib qoladi. O'zi egri chiziq. Yoyilmada to'g'ri chiziq bo'lib qolyapti. Bu arxitekturada kerak bo'ladi. Masalan, vintovoy zinalar bor-ku. Yo konus vin chizig'i asosida yoki silindr vin chizig'i asosida zinalar hosil qilingan. Ana shu mana bu yerda hozir mana shu vin chizig'i bo'ylab zina palapoyalarni joylashtirsangiz, mana buni birinchi qavat desak, mana ikkinchi qavatga ko'tarildi, aylanib chiqib ko'tarildi. Birinchi qavatdan ikkinchi qavatga sakrab chiqdingiz-ku. Demak, mana shu vin chizig'i bo'ylab loyihalangan zinani qursa, demak siz birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiquvchi eng qisqa yo'l bilan chiqayotgan bo'lasiz. Nega eng qisqa yo'l bilan? Chunki yoyilmada to'g'ri chiziq o'tiribdi. Mana bu nuqtadan mana bu nuqtaga ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun eng qisqa yo'l shumi? Agar bundoq yursangiz uzoqroq yurasiz, bundoq yursangiz yana ham uzoqroq yurasiz. Demak, u egri chiziq bo'lib qoladi. Demak, bunaqa xossa xususiyatlardan foydalanish mumkin bo'ladi. Sirtning geodezik chizig'ining ta'rifini yozib qo'ying. Sirtga tegishli ikki nuqta orasidagi eng qisqa masofada tutashtiruvchi chiziq sirtning geodezik chizig'i deyiladi. Yozib bo'ldinglarmi? Endi bu yoyilmalar amaliyotda mana qurilish ishlari amalga oshirilayotgan bo'lsa, ana shu qurilishdan oldin chizmasi tayyorlanib, keyin maketlari tayyorlanib, taqdim qilinib, tekshiruvdan boshqa bir maxsus komissiyalarda yoki yuqori tashkilot rahbarlariga taqdim qilish uchun maketlar qilinadi. Shularni bajarishda avval yoyilmasi, keyin uni maket hosil qilinadi.
yoki turli buyumlarni, masalan, samolyotning korpusini oladigan bo'lsanglar, biz hozir sirtdan ortogonal proyeksiyasida uni yoyilmasini bajarishni ko'ryapmiz-da. Asli jarayon amaliyotda aksincha bo'ladi. Avval yoyilmasi bajariladi-da, keyin u deformatsiyalar egib, o'sha samolyotning masalan oldi korpusi turli bo'lakdagi sirtlarning kombinatsiyasi yig'ilgan bo'ladi, havoning qarshiligini yengish uchun. Demak, ma'lum bir joyi paraboloid, ma'lum bir joyi giperboloid, ma'lum bir joyi boshqa bir sirt bo'ladi. Ularni o'sha yerda montaj qilish orqali o'sha korpus hosil qilinadi. Demak, metal listda avval yoyilma hosil qilinadi tekis yuzada. Uni keyin deformatsiyalar egib sirt formasi keltiriladi-da va u yerda ishlab chiqarish jarayoni amalga oshiriladi. Biz siz bilan o'quv jarayonida sirtdan ortogonal proyeksiyasida uni yoyilmasini bajarishi, keyin maketini yasashni ko'rib chiqamiz amaliy mashg'ulotlarimizda. Demak, texnikada bevosita ishlab chiqarishda bu yoyilmalarga ehtiyoj mavjud. Bundan keyingi jarayonlarimiz hozir amaliy misollarni ko'rib chiqamiz. Nazariy materiallarni, qonun qoidalarining ta'riflarini yozib, chizib kelishib oldik. Endi amaliy misollarga o'tib ketamiz. Sizlarga naborot bundan ham murakkabroq bo'ladi. Hozir biz sirtni yoyilmasini bajaryapmiz, ha? Unda ikkita sirt kesishadi-da. Kesishdi. Demak, ma'lum bir qismi o'pirilib ketdi deganimi? Sizlar haligi butun sirtni o'pirilib ketgani bilan chizib berasizlar. Mana sirtning geodezik chizig'i uning yoyilmasida qanday shaklda bo'ladi? To'g'ri chiziq, geodezik chiziq, eng qisqa masofa dedik. A'midi u? Xo'p, 8-chi. Faqat yoyiladigan sirtlar berilgan qatorni toping. To'rs. Demak, eng yaqin yoshlarni o'chirib olib qolmayapti. Parallel mos nuqtaga kesishuvchi bo'lishi kerak dedik-a? D javob ekan. 7da to'g'ri doira va konusning yoyilmada shakli doira sektor shaklida D ekan bu ham, ha? 4 normal kesim usuli D. 3 sfera A, sferaniki va 2 yoyiladigan sirt deb nimaga aytiladi? Demak, B javob. Yoyiladigan sirtni slaydimizni boshlaydi. Bu qizimiz g'olib bo'ldi. Bu qizimizga sovg'amizni beramiz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Bundan ham yuqori natijalarga erishing.